Assalom. Kitap o'qishman beri avlodlar torbetiga xoş geldiniz. Mening ismim Nuriya Rahman. Men har biringlarning Ramazon kunlarining xayrlik, yaxshi o'tayotgan bo'lishini chin tilimdan tilayman. Ramazon kunlarida bizdan vaqtsiz ayrilgan ota-bobolarimizni, qarindoshlarimizni, do'st-yarallarimizni seg'inib aslaymiz. Shuning bilan birga Uyghur xalqimizning tarixida şanlı o'chmas sahiflarni qoldirgan ajdodlarimizni texmo yod etib, ularning ruhiga duolar qilamiz. Shuning uchun tunugin men sizlarga Mahmud Kashg'ari haqida ikki asar o'qib berdim. Bugun Yusufxos Hojib Mazari degan asarni o'qib bermoqchi. Bu asar do'stim Rayla Davudning Uyg'ur mazarlari degan bu kitobiga kirgizilgan. Bu kitapni men nayeti tafsili tonuşturup bir parça maqal yazgan. Kitap o'qishman berimizde bo'lsa bir vaqt chiqarib anlab o'tarsizlar. Ondan xuddi Rayla o'z degandek bu kitapni yozgan vaqtida yozma materiallar bo'lmaganligi uchun ko'p hollarda rivoyatlardan foydalangan. Shuning uchun har bir mazarni tonuşturgan vaqtda az deganda bir bo'lmasa 3-4 rivoyat qistirib o'tilgan. Shunga men deyman buni hatto Uyg'ur mazarlari haqidagi rivoyatlar dasturi deyishga bo'ladi. Bundan boshqa masalaga yana Yusufxos Hojib buvimizning bu shohona asri Putatqu belikdan 2 ariya o'qib bermoqchi. Aldı bilen Yusufxos Hojib Mazari degan bu asarni o'qib bering. Yusufxos Hojib 11-asrning boshlarida o'tgan mashhur Uyg'ur shoiri, ulug' mutafakkur, faylasuf, davlat arbobi bo'lib, u taxminan 1018-yillar atrofida Qaraxoniylarning yozliq ostonasi, ya'ni poytaxti Balasog'unda dunyoga kelgan. Yoshlik davrida Qaraxoniylarning sharqiy ostonasi Qashqardagi xonliq madrasasida ilm tahsil qilgan va orda ichida xizmat o'tagan. Ilm ma'rifat bilan shug'ullangan. 1069-1070-yillarning oldi kaynida 13 ming misroliq bebaho didaktik doston Putatqu belikni Qashqarda yezib chiqqan va uni Qaraxoniylar qog'oni Obul Hasan Tabg'ash Bug'roxonga taqdim qilib, xonning hurmatiga sazovor bo'lgan hamda xos hojiblik tayinlangan. Yusufxos Hojib milodiya 1085-yili 67 yoshida Qashqarda olamdan o'tgan. Yusufxos Hojibning jasadi Qashqar shahrining sharqiy janubiga yaqin Tuman daryosining bo'yidagi bargoh, ya'ni Davlatbog' yezisi Arsonqin kenti yezisiga dafn qilingan. Taxminan 1120-yillari Tuman daryosiga kelganda Yusufxos Hojibning jasadi asli qabrgohdan ko'chirilib, hozirgi Paynab yezisiga dafn qilingan. Keyin yana Tuman daryosining kelkin suyi tufaylidan 16-asrning o'rtalariga kelganda Sultan Abdurashidxon tarafidan hozirgi o'rniga yetkazib kelingan va bu qabrgohni Oltinluq deb atagan. Kishilar Yusufxos Hojib olamdan o'tgandan tortib, uningga bo'lgan cheksiz hurmat, e'tiqodi bilan mazarni yo'qlab, tavob qilib kelgan. Shayx jaribkashlarni qo'yib qo'g'digan, yer zaminlarini vaqf qilgan. Bo'libmi bu mazar kishilar tarafidan ilm piri, ilmga o'digan mazar deb qaralib, avam xalqning ilmga, ulamolarga bo'lgan hurmat an'anasini namoyon qilib kelgan. İlgari bu joy shoira, san'atkor va ilm ahllarining ko'proq yig'ilib tavob qiladigan, faoliyat ilib boradigan so'rniga aylangan. Burunlarda ota-onalar maktab va madrasalarda yaxshi o'qiy olmagan, zehni ochiq bo'lmagan farzandlarni
bu yerga akilib, tavob qildirib, ilmning ulug'ligini to'nitib, xatmi Qur'on qildiradigan odat bo'lgan. Yakan Saidiya xonligining sultoni Abdullah xon milodiya 1639-yildan 1668-yilgacha, hijriya 1074-yili, milodiya 1665-yili Yusuf Xas Hojibning mozirini bir qitim isloh qilib, ilgariki tuz to'g'risliq holatini gumbaz shakliga keltirgan. Qabrining oldini g'arbga qartib 8 metr egizlikda peshtaxtliq darvoza o'rnatgan. Hijriya 1242-yili, ya'ni milodiya 1828-yili Qashqar hokimi Ishaq Van Yusuf Xas Hojib mozirini ba'zi manbalarda Yakan Saidiya xonligining sultoni Abdurashid xon davri, ya'ni milodiya 1533-1570-yillarda Yusuf Xas Hojibning qabrigohi oltinliqqa yo'tkalgan deyiladi. Yana bir qitim isloh qilgan. Bu qitim qabrigohning ustiga gumbaz, to'rt burchagiga munar chiqarilgan va sirtiga sifatli, rangli kahishlar yepishtirilgan. Yusuf Xas Hojibning moziri 1874-yilda Badavlat davrida kengaytirilib, yana bir qitim isloh qilinganligi ma'lum. Yusuf Xas Hojibning moziri taxminan 965 kvadrat metr yerni egallagan edi. Saqlangan surat, xarita va materiallardan ma'lum bo'lishicha, mozarning to'rt atrofi 3-8 metr egizlikdagi pishiq xishb tom bilan qo'rshalgan. Chas shakllik darvozasining kengligi 4 metr, egizligi 8 metr. O'ng va so'l taraflarida ravoq va xish bilan yasalgan yumaloq munorlar bor. Mozar qurosi ichida 166 kvadrat metr keladigan masjid, shayxlar yotadigan hujra va 9 qabr bor bo'lib, Yusuf Xas Hojibning qabrisi cho'ng gumbaz ichida ekan. Qabrning to'rt tarafining har qaysisining uzunligi 8 metr. Gumbaz burchagi pishiq xishdan agmi qilib yasalgan bo'lib, uning ustidagi munorning egizligi 11 metr keladi ekan. Gumbazning sharqiy tarafidagi tomning ikki burchigidami 7 metr egizlikda ikki munor bo'lib, uningga rangli kahish chaplangan. Mozarning ulining sirtiga yeşil kahish, gumbaz ustiga so'sin rangli kahish yepishtirilgan. Yillarning o'tishi bilan Yusuf Xas Hojibning qabrigohi buzilishga boshlagan. Shu vajidan 1950-yilda Xinjiang Uyg'ur Abdunum rayonluq madaniyat yodikorliklarini boshqarish komiteti tarafidan tuzilgan Uyg'ur Abdunum rayonidagi qo'llanilgan madaniyat yodikorlik o'rin qadimki qurilishlarning tarqalishi va ularning tizimligida xato holda Qashqar xalq bog'chisining sharqiy janubiga joylashgan Qaraxoniylarning xoni Yusuf Qodir xon, ya'ni 1024-yildan 1032-yillarning moziri Yusuf Xas Hojibning moziri deb bekitgan. Bu xatolik yaqinqi yillarda aloqador mutaxassislar va olimlar tarafidan tuzilgan. Yusuf Xas Hojib moziri takshi yuzi uzunchoq chasi shaklda selingan bo'lib, ikki qismga bo'lingan. Sharq tarafiga Yusuf Xas Hojib qabrigohi, g'arbiy tarafiga masjid joylashgan. Qabrigoh xish qurilmaliq gumbaz to'g'risida qilib yasalgan. Oldi tik yuzi har xil nusxadagi naqshlik kahishlar bilan zinatlangan. To'rt burchagiga yumaloq munor chiqarilgan bo'lib, mozarning atrofidagi cho'ng kichik munor va gumbazlar o'zaro qo'shilib, butun mozorga alohida tus bergan. Masjid ichkiri tashqari ikki bo'lakka bo'lingan. Xish qurilmaliq gumbaz to'g'risliq va yog'och qurilmaliq vasa jup tuz to'g'risliq ikki xil yasash usuli o'zaro birlashtirilgan. Masjidning tövrik, lim, haraq,
jagillariga xilma-xil naqsh chiqarilgan. Mehrab takchilari gash o'yma naqshlarda zinnatlangan. Mazarning binokorlik qurilish uslubi ko'rkam, rangli kahish, yog'och o'yma naqsh va gash o'yma naqshlari intayin nafs bo'lib, yakan Saidiya xonligi davridagi Uyg'ur binokorlik hunar san'atini tadqiq qilishda nihoyatda muhim tarixiy material qimmatiga ega. Yusuf Xas Hojib mazari 1956-yili yana bir qitim umumyuzlik remont qilingan. Mazar 1956-yilgacha ko'p qitim remont qilingan yoki qayta kengaytib yasalgan bo'lsa-mu, lekin aslidagi yasalish uslubi va naqsh bezaklari o'zgartirilmay saqlab qo'yilgan. Demak, Yusuf Xas Hojib mazarining necha asrdan buyon davomli remont qilinishi va yengilanishi, jumladan tarixda o'tgan adiblar, shoirlarning Yusuf Xas Hojibni seg'inish, yod etish yuzidan qissa, she'rlarni yozib qoldirishi kishilarning uningga bo'lgan hurmatini namoyon qilib berdi. Yusuf Xas Hojibning qabrgohi 1000 yildan beri Qashqarning sharqi janubidagi Paynab mahallasida qad ko'tarib turgan bo'lsa-mu, afsuski madaniyat zo'r inqilobidan iborat 10 yillik qalaymaqonchilik mazgilida bozg'unchilikqa uchrab, 1972-yili mazarning usti qismi buzib tuzlab etilgan. Faqat osti qismi saqlanib qolgan. Keyin onun o'rniga tantarbiya yo'li boshlang'ich maktabi, shaharlik radio o'zili qatorliq qurilishlar selinib, mazarning izidan asarmi qolmagan. Yusuf Xas Hojibning mazari 60 rayon darajalik nuqtaliq muhofazat qilinadigan madaniyat yodgorlik o'rin qilib bekitilgandan keyinla bu mazarni asliga keltirish uchun 1986-yili hukumat 1,5 million ajratib mazarni asliga keltirish qurilishini boshlab, 1989-yili qurilishni g'alabalik tamomlagan. Yusuf Xas Hojibning mazari asliga keltirilgan. Asliga keltirilgandan keyingi qabrgohning umumiy ko'lami 1900 kvadrat metrdan ortiq bo'lib, qabrgoh, cho'ng darvoza, masjid, xotira munorasi, ko'rgazma zali va kutubxonadan iborat 5 qismdan tarkib topgan. Mazarning sharqiy tarafiga qabrgoh, g'arbiy tarafiga masjid, shimoliy tarafiga cho'ng darvoza yasalgan. Bu qurilish butunlay pishiqish va beton qurilmaliq bo'lib, qabrgohning egallagan o'rni 225 kvadrat metr keladi. Qabrgoh, kayvan, yer osti uyi, gumbaz qatorliq 3 qismni o'z ichiga oladi. Kayvan 22 kichik gumbazlik, oldi ochiq 22 eg'iz uydan tarkib topgan. Bu uylar shimoliy, janubiy, sharqiy tarafdan 9 metr orliqda asosiy qabri uyidan ayrilib turadi. Oldi tarafdan 4-8 qapizalik munar chiqarilgan. İki yandagi peshtaxliq 2 eshik asosiy qabri uyiga tutishib turadi. Kayvanning 4 burjigida yana egizligi 9-4 metr keladigan qapizaklik 4 munarmi bor. Qabri uy tashqiri va ichkiri uyda ikkiga bo'lingan bo'lib, uning sharqdan g'arbga uzunligi 17 da 58 metr keladi. Shimoldan janubga kengligi 11 da 30 metr keladi. Qabri uy g'arbga qartib ichilgan. Qabri uyiga ikki tarafida egizligi 16 da 40 metr keladigan ikki qapizaklik munarasi bor. Darvoza orqali kirgili bo'ladi. Yana qabri uyining ustiga chiqili bo'ladigan oylanma palampay va kichik uylar bor. Ichkirgi uy maxsus qabri uyi bo'lib, gumbazning egizligi 16 da 90 metr,
diametri 9 metr, qabrigahning sirti, osti oq, üsti ko'k gullik kahish bilan zinnatlangan. Yumalaq gumbaz bilan yepilgan ishkiriki uyning to'rt atrofida cho'ng-kichik panjarlik bir necha ko'znak va ro'jak bor. Qabrigahning hamma tarafi 20 xil ranglik gullik kahish bilan zinnatlangan. Qabrigahda yana cho'ngliqi 198 da 85 kvadrat metr keladigan beton bilan qo'pirilgan yer osti uyi bor. Cho'ng kichikligi har xil bo'lgan 5 xonadan tarkib topgan bu uy va bu uylarni bir-biriga tutashtiradigan aylanma koridor qabri uyini namlikdan saqlashda muayyan qo'g'dash roliga ega. Qabri uyining 4 burjigiga munar yasalgan. Yusuf Hasajib mazarning taqlidi asliga keltirilgan bu qabrgohi Uyg'ur milliy binokorlik uslubi bilan zamonaviy binokorlik qurilish texnikasi o'zaro birlashtirilib bino qilingan o'zgacha aloyligi ega bir binokorlik ulgusi bo'lib, o'zining ko'rkamligi, haybatligi, puxta mazmunligi bilan mamlakat ichi va xalqarodagi ziyoratchi, sayohatchi va tavobchilarning diqqat e'tiborini o'ziga jalb qilmoqda. Allah buyursa, bu qabrini yana bir berib ko'rib kelishga nasib bo'lar. Endi Qutatqu Belik degan bu shohona asardan ikki kichik mazmun o'qib beray. Biri kitob egisi o'zini aytadi. Ey danishmand olim, telekim kelgusi avlodlarga deydigan so'zlarimni qoldirish edi. Lekin bir fikr qarshi chiqib dediki, diqqat qil. So'zing xato bo'lsa, sana ziyon zahmat yetadi. Xalqning tili yomon, u gapingni qiladi. Kishilarning qiliqi hasadxo'r. Go'shingni yeydi. Sapselib qarsam, yukim yengilladi. O'zimga dedimki, so'zla, hamma so'zingni to'k. Nima uchun desam, sana aytay. Ey jasur qahramon, so'zimni anglag'in. İnsan yengiladiganligi uchun uning nomi yangliq bo'lgan. Yengilish, ya'ni yangliq inson uchun berilgan. Kim yengilmaydi? Menga aytib bergin. Sana aytayki, yengiladigan kishilar tuman mingdir. Bilimliklar nihoyat oz. Bilimsizlar ko'p. Bilginki aqlsizlar ko'p. O'qimishliklar kam uchraydi. Bilimsizlar bilimlikka dushman bo'ldi. Bilimsizlar bilimlikka hasad qildi. Kishi bilan kishining zo'r farqi bor. Bu farq bilimdan ko'rinadi deyman. Ushbu so'zimni bilimliklar uchun so'zladim. Bilimsizning tilini o'zimni bilmayman. Mening bilimsiz bilan qiladigan hech so'zim yo'q. Ey dona, men sening xizmatkorim. Sana so'zimni so'zlashga ayminib, ushbu o'zramni bayon qildim. So'zligichi ozidu, ham yengilidi. İdraklıklar anlasa onlaydı, tüzütüdü. Söz tögü burnudaki burunduk. Yani çöllüklükке okşaydı. Tögüni qayaqa yetedisen şu yak ketidi. Sözni bilip sözlügüçüler köp. Bunu düşengüçüler men üçün bek azizdir. Hamma yaxşılıqları ilimning foydasidandir.
bilim bilen misali kökke yol içiladı. Hemme sözünü bilim bilen sözle. Hemme kişini bilimi bilen büyük dep bil. Söz kök asmandan boz yerge düştü. İnsan söz bilen özünü kadir kıymetke iyi kıldı. Kişinin köngli goya tövü yok deniz okşaydı. Bilim bolsa onun tegedi yatkan ünçüdür. Kişi denizden ünçünü çıkarmasa o meyli ünçü bolsun, meyli sayının teşi peraksız boludu. Boz yer qetedeki altın bir taştır. Eğer qezip çıkarılsa, belgilerinin beşiğa bezek boludu. Bilimli kişi bilimni til bilen çıkarmasa, onun bilimi yıllap yassımı hiç nersini yo'rtalmaydı. İdraklık, bilimlik boluş nahayeti yaxşı nersidir. Eğer onunla erişsen işlet, uçup kökke yet. İdrak ve bilimin nimi ikenligiga ahli yetken, el yurt begi nimi deydi anla. Cahan tutuşqa okumuşluk gerek. Halkını başquruşqa aql hem yürek gerek. Cahan tutquchi cahanni idrak bilen tutdi. Halkını başqurguchi bilim bilen başqurdi. Dunyoga odam zoti törelgenden tartib, okumuşluklar yaxshi qonun turg'izib keldi. Bugunga qadar qaysi zamonda bo'lsin, bilimlikka yüksek o'rin tegdi. Kishilarning yomoni aql bilan tuziladi. Xalq ichidagi bulg'unish bilim bilan so'ziladi. Bu ikisi kar qilmasa, bilimni qo'yda, ondan qo'lingni qilichga uzatqin. Olim, dona beklar xalqqa bosh bo'lib, bilimsizlarning ishini qilish bilan hal qildi. Jahon tutmoq uchun kishi bek idrokli bo'lish kerak. Xalqni boshqarish uchun kishi bilim bilish kerak. Bu ikisini birlashtirgan kishi kamolatga yetadi. Komil er dunyo ne'matlarining hammasiga ega bo'ladi. Agar har ikki dunyoni tilamoqchi bo'lsa, uning doğrusu qo'lingdan kelsala yaxshilik qilishdir. Agar o'zing yaxshi bo'lishni tilasang, yur, yaxshilik qil. Boshqa so'zga hojat yo'q. Kishi mangu yashamaydi. Nomi mangu yashaydi. Onun yaxshi nomi mangu saqlanib qoladi. Özün məngülük emas, belki namın məngülüktür. Namın məngü bolsa, özün mü məngü bolasa. Degan esil qurlar ha. Yana birini o'qib beray. Kitap egri bo'lg'achqa. Qo'limda baymanini tirab turib o'qiyapman. Bilim ve idrak. Parasetning fazilati, foydasi aytiladi. Telikim söz edi. Ey danışman olim. Paraset bilim haqida o'zim so'zlayman. Paraset qorong'u tundagi mash'alga o'xshaydi. Bilim yo'riqliq bo'lib, seni yo'ritadi. Kishi paraset bilan o'rlab, bilim bilan yuksaladi. Bu ikkisi bilan qadr qimmat topadi. Buningga ishonmasang, Nushrabonga qara. U jahonni paraset ko'zi bilan yo'ritdi. To'g'ri qonun yurgizdi. Xalqi beyidi.
yaxshi davroni bilan nomini mu yaxshi qildi. Bilimlikning mundaq bir so'zi yodimga keldi. Bilimlik davzaxi bo'lsa, davzaxdan yiroqlashadi. Kichik o'g'lonni ko'r. İdrakqa yetib, yeshig'i to'lmog'icha qalam yurgizmaydi. Ko'rgini idrakli kishilar qerisa, ozidir. İdrak ketdi deb qalamni to'xtatdi. Agar talbi kishini urib o'ltirsa, uningga o'lim yo'q. Zahmat yetkazilmaydi. Nemishqa desam, u idraksizdir. İdraksiz kishilarning hech nimada hassasi bo'lmaydi. Qadr qimmat idrak uchundir. Aql idraksiz kishi bir o'chum loydir. Sapselib qarsang, bu so'z yaxshi aytilgan. Aql idraksiz, bilimsizlar o'zini yükseldirolmaydi. Nazar salsang, barcha kiyim kiyidi. İdrakli, bilimliklar kiyim bilan emas, asli bilan qadrlikdir. İdrakli kishi esil er bo'laman desa bo'la oladi. Bilimi bo'lgan er baglik qilsa-mu qila oladi. Kimda aql idrak bo'lsa, u esil inson bo'ladi. Kimda bilim bo'lsa, u baglikka erisha oladi. Bo'z yer ustida inson bolasi qo'l ko'tardi. Hammani bilim bilan barpo qildi. Kishi aql idrak bilan esil otiladi. Baglar el ishini bilim bilan yurgizadi. Tuman ming xil fazilatlar, ko'p madilangan ishlar. Aql idrak bilan qilinganligi uchun maqtalgandir. İdrak azlıqni az deme. Onun faydası köptür. Bilim azlıqni az deme. O er üçün qimmatlikdir. Dana sözlegen mono töt nərsinin azlıqni az deb sanama. Bu sözni zihnin bilen anla. Bu tötnin biri ot, biri yavdır. Üçüncüsü tirikliknin küşendisi bolğan keseldir. Bulardan ahırqı biri bilimdir. Bu töt nərsini sel çağlama, qımmeti yüksektir. Bulardan her birinin faydası mı, ziyini mi köp. Bazısı bilimdek, bazısı ilimdek zörür. Bilim goya kimyadır ki, bütün nərsini ətrafı yığıdır. O idrak ordası. Həmmə nərsə onunla cəmlənir. İhbar və bilim bir-biriga oxşaş nərsələrdir. Onu özündə yoşurub saxlaşqı olmaydı. Sən ihbarını yoşursan, onun hidi bilinib qalıdı. Bilimni yoşursan, tilim aşkarı qılıdı. Bilim bir baylıqdır ki, o zadi kəmbğəlləşməydi. Oğru heyligerler mi? Oğurlu bal almaydı. Bilim ve idrak kişi üçün kişendir. Kişenlik kişi yaramaz işlarga yakın baralmaydı. Kişi yaxşı gördüğün etini kişenlep tutudu. Minişlik etini bolsa közütüp saklaydı. Kişenlik kaçalmaydı. Halığınınca yürüdü. Düşeklik jiraqlaşmaydı. Halığın yerinde turdu. Aql idrak sana yaxşı ve işençlik adaştır. Bilim nahayeti mehriban qeyrindaştır. Bilim sizge bilgini ve qılıqı düşmandır. Başqısı bolmaganda mı bu iki jedel yeterliktir. Bununla taklitten Türkçe temsil isimli geldi. Bunu sen okuğun, es yadımda tut. İdraklı kişi üçün idrakның özü çin dosttur. Bilimsiz kişiге
namıla yeterlik hakarettir. Bilimlikке bilimi yeterlik kiyim keçek, yemek içmektir. Bilimsizge öz kılmışı yavuz koldaştır. Ey idraklık yaxşı adam, gazapni özünden yiraklaştır. Bilimlik bek, kahırlanma, namını yaxşı kıl. Bu ikisi bilen işe aldırap, yakınlaşma. Eğer yakınlaşsan, ömrünü zayi kılasın. Gazap bilen kılgan iş daim puşaymanlık boludu. Kişi kahırlansa işte adışıdı. Kişi eğer besi salmak mücazlik boluş gerek. Beg vazmin bolsa kölleri yoruk boludu. Mulayim hep hoşbeil boluş gerek. Akıl idraklık hem bilimlik boluş gerek. Kişini yaxşı tanlaş üçün idraklık boluş gerek. İşini yaxşı piközüş üçün bilimlik boluş gerek. Yaramsız yaramlıqni eniq közütüp, keraklik keraksizni haqiqiy sürüştürüp, özü ayırıp tanlap farqlandıralisa, hemmeli işte közünü ötkür kılsa, andın işler mükemmel hem pişik boludu. Çünkü bilimli kişiler aşını pişik yeydi. Bu xil kişilere telekeki yetidu. İkkilik dünyada işi oңuşluk boludu. Kahırlanış bilen gazap adam üçün yavuz nerse. Bu ikisi bilen vücut davamlık aziyet çekidi. Bilimlik danışmanның nemi deganligini anla. Bu sözge amal qil. Ey manza qizil kishi. İnsan qahrlik bolsa aqldan ozidi. Agar g'azab kelsa, farosatdan mahrum qiladi. Qahrlanish kishi uchun yovuzdir. U bilimni yo'qotadi. Oliyjanob kishilarmi qahrlansa qo'pollik qiladi. Bilimli kishi nima deydi? Anla. Bilimlikning so'zi haqiqatan suyumli jonga o'xshashdir. Qara, bir qancha narsa kishi uchun yovuzdir. İnsan onunğa ögünüp qalsa, vücudi bulğunudu. Bulardan biri yalğan sözleş. Onundan keyinkisi sözde turmaslık. Üçüncü biri içimdeki beriliş. Bundaq adam şüphesiz ki tamamen bihude yaşaydı. Adam üçün yana bir cahil qılıqdır. Cahil micazlik adamga xoşallık bolmaydı. Yaramaz adetinin yana biri pəskeş qılıqdır. Bundaq adam kişilərinin üyiga soruqçılıq salıdı. Yana biri tili yaman, qahr g'azablik boluş. Bundaqlar iğiz içip sökse, kişini azaplaydı. Bu bir qancha narsa bir odamda yig'ilsa, undaqlarda muqaddas baxit tezib jiroqlashadi. Pelek ana baxmaydı. Beşi gangırap qaladı. Şunun bilen billa xo'y paylimi aynıydı. Yür, ey yaxşı kishi, yaxshilik qil. Yaxshi kishining ishi doim oңuşluq boludu. Endi sınaqlar arqılıq yükselip el işini başqırğın. Xoş peil kishining nima deganligini anla. Yaxşılıq neçe yıllar yaşsımı qeyrimaydı. Yamanlıqni qancha parvish qilsimi tüzelmeydi. Yamanның yeşi qısqa, o puşayman bilan qeyriydi. Yaxşılıqның ömrü uzun, o puşaymansız yürüdü. Yaxşı her günü yeni tilekini tapıdı. Yamanның g'emi künde mınlap aşıdı. Acayip esildir dallarını. Ben okudum, siz anladınız.
Ba'zida nurg'un gaplarni qilgim keladi. Bir asarni o'qib bo'lgandan keyin, lekin sizlarga o'qib beray. Agar hissiyotlaringlarni o'rtoqlashishni xohlasanglar, inkas munbirida paranglashaylik. Ma'qul amsa, aman bo'ling. Kelar qatim ko'rishaylik. Xo'sh.